Assalomu alaykum. Xo'p, bu xonadonimiz sotiladi. Videoni o'tib bormasa oxirigacha ko'rsanglar, polni mana shu xonadonni sizlarga obzorini ko'rsataman. Bu xonadonimiz 8 sotuvdan iborat. Kommunikatsiya, svet, ikkita liniya, internet, gaz, kanalizatsiya, suv, bu hamma narsa bor. Mana shu tomonda, bu yerda sanuzel bor. Pastda podul bor, o'ngga 5 katta zalimiz, garderobniy bor, spalniy bor, bitmagan. Tayyor turibdi, bitirib yuborsak bo'ladi. Shu yerda burchakda zimniy basseynga joy qoldirganmiz. Mana shu yerga bir 5 ta 6 ta mashina sig'adigan joyimiz. Proyektorimiz bor, ishlab turibdi. Oilaviy o'tirib kinoni ko'rsanglar bo'ladi, karaoke, hamma narsa bor. Xo'p, bu yerda zeleniy zonamiz bor. Fontanlar hozir yoqib beraman sizlarga, bir ko'rasizlar. Bismillah. Mana shu fontanlar yoqib qo'yib, kechqurunimizdagina oila davrada o'tirishga zo'r joy. Bu xonadonni o'zim uchun qurganman. Xo'p, bu yoqda birinchi xonada mana ko'rsataman. Kiruvchilikda o'ng qo'lda sanuzel bor. To'pli pol, hamma narsa qo'yilgan. Xo'p. Nemetskiy brenddan ataplini qo'yilgan, hamma narsa original, pullar ayalmagan. O'zim uchun qurganman buni. Dahshat, hamma narsasi zo'r. Xo'p. Polniy transin qilingan, kafelar qilingan. Shu xo'liganda bitta burchatga qo'yib, tepani tunkabonmi, alikabon qo'ysangiz dahshat bo'ladi. Xo'p. Zimniy kuxnamiz. Zimniy kuxnada işte hamma narsa tayyor. Bu yerda hech narsa olib ketilmaydi, hamma narsa shu yerda qoladi. Bu zalimiz ham mana. Hamma narsa bor. Televizor, PlayStation, hamma narsa, hamma sharoit bor. Kelib turib maza qilib yashashinglarga tayyor joy. Xo'p. Dashib ketamiz. Videoni oxiriga ko'ramiz. Obzor oxirigacha ko'rib, xudo xolasa, yoqqan bo'lsa like podpiskani ayamaymiz. Xo'p, shu videoni mana shunaqa xonadon, fayzli xonadon qidirib yurgan akaga jo'natib qo'ysanglar, manfaatli bo'ladiganman. Xo'p, bu yerda kichkina xonachamiz, o'tirib zavtraqisi bo'ladigan. Bu yerda detskiy, ko'rpa to'shaklar hammasi yangi, ikkita detskiy. Bu yerda katta spalniyimiz bor yana. Katta spalniy tayyor, hammasi yangi. Konsertlar ishlab turibdi, atapleniyalar hammasi qilingan. Karaoke kolonkalarimiz ham turibdi shu yerda. Endi eng qiziq joyga kelyapmiz. Basseynni ko'rasizlar, basseynni. Basseynlarimiz o'ngga 5, chuqurligi 1.70. Filtr abagriflargacha qilingan, Mayorkadan polniy dahshat, hammasi zo'r, maza qilib cho'milasiz, suv zo'r. Bu yerda ham zeleniy zonamiz bor. Bu yerda kladovkamiz bor. Kladovkaning bu yoq burchagida o'tinxona. Bu yerda filtrxona, kladovka ham bo'ladi, tayyor. Bu letin kuxnyamiz. Letin kuxnyamizga bir ahamiyat beringlar. Mana letin kuxnyani qaranglar, qanaqa chiroyli qilingan. Hamma narsa qoladi, hech narsa olib ketilmaydi. Tayyor joy. Maza qilib kelib yashashga zo'r. Ota-onalar olib kelib qo'ysalar, duo qilib maza qilib yashashadi. Xo'p, to'g'rimizda saunamiz. Ichida sanuzel dushxonalarga qilingan, semon suvoda turibdi. Ozgina ishini qilsangiz tayyor. Shu bo'sh mashina ham xonamiz bor. To есть xonada men uzr hovlining orqa tomoni aylanib o'tsanglar, hovli orqasida joy bor. Mana shu xonadonimizni sotyapmiz. Kimga qiziq bo'lsa, olish niyatingiz bo'lsa, telefon qilsanglar, pulini kelishtirib qilib beramiz. Shu xonadonni o'zim uchun qurganman. Hamma sharoitlari bor. Faqat maza qilib yashashingiz uchun. Mana basseynni qaranglar, basseyn dahshat. Toza suv. Maza qilib cho'milib dam olishingizga. Shu xonadonimizni hamma xat-xususiyati joyida, kadastr, hamma narsasi joy-joyida. 8 sotuv. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qoldiramiz, telefon qilinglar. Pulini $145,000 olamiz, srochniga. $145,000. Xohlasanglar bank orqali ham qilib beramiz. Farqi yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Sizlardan iltimos qilman, shu video yoqqan bo'lsa, like podpiskani ayamaymiz. Shu videoni mana shunaqa fayzli xonadon qidirib yurgan akalarga jo'natib qo'yishini iltimos qilib qo'lardim. Manfaatli bo'lardi, zo'r bo'lardi. Baraka topinglar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Hammamizga mana shunaqa chiroyli xonadonlar nasib qilsin.